Bir oyog'i uzun, to'g'rimi? Hop, hijomada ham даже kapillar qonni ochganimizda oyoq bir-biriga yetib olar ekanda. Hop, o'shanda qattiq ishlayotganmiz biz. Birinchi bo'lib o'sha oyoq kalta tomonini ishlaymiz. Hop. Oyoq kalta tomonini ko'proq ishlaymiz, keyin уже sog'lom tomonga o'tamiz. Birinchi o'sha kalta oyoq bilan ishlayotganimiz. Yo'q, bitta tochka bor edi, yerda biz ishlaydik. Qaysi tochkani ishlasak oyoq bir-biriga yetib olardi. Hech narsa manual qilmasdan, massaj qilmasdan hijoma orqali ham kalta uzunlikni qilsa bo'ladi. O'sha qaysi tochka edi? Qanaqa insonlarga hijoma mumkin, mumkin emas? Qoni kam anemiya, yurak og'ir xastaligi, keyin juda ham holsiz, hijoma sunnatga yuradi. Hijoma o'sha qon chiqarish belgisi. Hijoma qon chiqargandan keyin odam bo'shashadi, yengillik his qiladi. Hijomada hech qanaqa og'irlik hissi bo'lmaydi, faqat yengillik hissi bo'ladi. Hijomani o'sha etap kun oralab olinganda o'zini effekti hammasini ishlab bo'lganimizdan keyin tepa tomon bosh tomonimizga o'tamiz. Bu anatomik tochkalarimiz golovka bilan birga tepadagi sunnat tochkamiz bilan boshlanadi. Keyin oldi qator bilan boshlaganimizda ham limfa qatorlari anatomik nuqtalar bo'lib, bunda sunnat tochkalar bilan birga ishlaymiz. Birinchi bo'lib tepa tomondan, bosh tomondan ochib olib, keyin pastga qarab boramiz. Odam anatomiyasi bilan birga ishlaganimizda birinchi bo'lib har doim sunnat tochkalardan boshlab, keyin organlar bilan birga tushib, o'sha kasb kasalliklari, qo'l kasalliklari bilan va keyin yurak organlari bilan birga tushib, pastgacha olib boramiz. Bunda biza keyin oyoq tomonlar bilan birga